Telva atning hikoyasi va Uyg'urlar. Amerikaning Janubiy Dakota shtatining Black Hills, ya'ni Qorato'pa degan yerdagi Rushmore teg'iga Amerika tarixidagi 4 mashhur prezidentning bosh qismi o'yilgan bo'lib, Amerikaning eng simvollik obidalari sifatida Amerikaliklarga va dunyoga tanishliq. Uningdan 27 kilometr jiroqlikdagi Sanderhet teg'iga o'yilgan yana bir shaxsning bosh haykali jiroqlardan shu zaminga ko'z tashlab turdi. Bu bosh haykal dunyodagi taqqa o'yilgan eng zo'r o'yma hisoblanadi. 30 yildan bitirishni planlab 1948-yili boshlangan bu tosh o'yma hozirgacha yasaliyotidir. Bu haykal shu zaminning asli egisi bo'lgan Lakota elining qahramoni bo'lgan Crazy Horse'ning haykali bo'lib, Uyg'urcha Telva at degan ma'noda. Telva at ko'pincha Amerikaliklarga nisbatan notanish bo'lmasa-mu, biroq Amerika tarixi bilan bo'libmi yerlik Amerikalik yoki Amerikalik indianlarning tarixi bilan tanish bo'lmagan kishilarga nisbatan notanish bo'lgan bir ism bo'lishi mumkin. Telva at Amerika zaminining asli egilari bo'lgan indianlarning vakil xarakterlik tarixiy shaxslaridan biri bo'lish sifati bilan yurakni titrtadigan kashmishlari bor qahramon. Telva at 1840-yili bilan 1877-yili orasida yashagan Lakotalik boshlamchi va o'z xalqining zamin va haq huquqi uchun kurash qilgan bir qahramon. Telva at uningga boshqalar tarafidan berilgan nom bo'lib, u yetakchilik qilgan 10 nafar Lakota erlari 1876-yili ayni vaqtdagi Amerika davlat armiyasiga qarshi urushda 81 alohida askarni o'ldirib, ham Lakota xalqi ham Amerika davlat armiyasining qoyilligiga erishgan. Amerika davlat taraf shu ig'ir bedel sababidan indianlar bilan tinchlik kelishimiga imzo qo'yib, indianlar yashagan rayondan chekinib chiqishga majbur bo'lgan. Afsus 1877-yili Telva at qiltoqqa tushib, Amerika askarlari tarafidan asirga ilingan va oq tanliklarga setilgan o'z odami tarafidan bir pichoq, Amerika askari tarafidan bir pichoq yeb, ig'ir yordar bo'lgan. Oxirida Nebraskaning Fort Robinsondagi harbiy bazasida o'lib ketgan. 1927-yildan 1941-yilgacha bo'lgan 14 yil ichida Amerikalik mashhur haykaltarash Goodson Borglum va uning o'g'li Lincoln Borglum Amerikaning Janubiy Dakota shtatidagi Qorato'paga George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt va Abraham Lincoln qatorliq 4 mashhur Amerika prezidentining haykalini o'yib, ular uchun xotira saroyi barpo qilgandan keyin Polak naslidan bo'lgan Amerikalik haykaltarash Korczak Ziolkowski 1948-yili Telva at ashu Amerika prezidentlaridanmi buyuk deb qarab, 4 prezident haykalidan ancha jiroq bo'lmagan joyga Telva atning haykalini o'yishga boshlagan. Shundaqla u yerga Telva atning izlarini markaz qilgan cho'ng ko'lamlik xotira saroyi, indianlarning tarixi va madaniyatiga munosabatlik muzey qurib chiqqan. Tog' ustidagi Telva atning bosh haykali bilan moslashgan holda muzeyning oldida uning otga minib qo'li bilan jiroqni ko'rsatib turgan bir oq marmar haykali bo'lib, xuddi ashu zamin mening da'vatgandek tuyg'u berdi. 73 yildan keyingi bugungi kunda u haykal garchi har xil sabablar tufaylidan texi to'liq bitmagan bo'lsa-mu, biroq har yili millionlagan insonlarni jalb qilib kelmoqda. 1982-yili Amerika pochta ministerligi Telva atni xotirlash uchun maxsus marka tarqatgan. Telva at 1877-yili o'lib ketishdan burun "Mening ziminim o'likim ko'milgan yerdir" degan bir she'r qoldirgan ekan. Tarixning musofisi so'zliganda bu o'yilgan haqiqatlar bilinsin. Vicdanımız medeniylik mevcut deydi.
bu mecburiyetimizni dünya bilsin. Tarixning chaqi aylanib to'xtamas. Osmon zimindagi hamma shay'ilardek muqarrar unutilib ketimiz timtas. Yot kishilarga panohlik bergan bu yer minglarcha yillardan beri bizning edik. Saltanatlik va kuchlik madaniyatlarga bizning qo'shqonlarimiz ham nurg'un edi. Ularga teşekkür hammaga ayon. Ammo keyin zolimlarning elib kelgani qotillik, bosqinchilik, urush va qon. Tajovuzchilar nadin kelgan qarab baq. Oshko'z qaroqchilar talab miroslarimni. O'tmish har qachon yuraklarimizda. Kelgusi to'ldira olmas ziyonlarimni. Qoldirganim bu dastan taş abididir. Evlatlarımız yadlasın şunu mengü. Mening ziminim tenim kömülgen yerdir. Mening ziminim anmaqa ne kadar oddiy, biroq ne kadar cho'nqur ma'nilik bir so'z ha. Bir insonning igdorchilik eni qancha yoshdan boshlab qandoq shakllanishga boshlaydi? U menga bek ayon emas. Chunki men xeli cho'ng bo'lguncha biror narsani mening deb boqqanim esimda yo'q. Ammo meni hayron qoldirgani erkin dunyoda tug'ilgan bolalarning amdila tili chiqqan bolalardan boshlab davomli bu mening deyishi bo'lib, u hamma narsa davlat igdorchiligida bo'ladigan tuzumda cho'ng bo'lgan menga cho'nqur ta'sir qilgan edi. Men o'ylab baqsam, o'zim pul tepib bir narsa setib olganga qadar hech bir narsani haqiqiy turda mening deb igdorchilik qilib boqmagan ekanman. Hozir biz yashayotgan bu jamiyatda bola uxlaydigan uy bolaning. Ota-ona u uyga kirmoqchi bo'lsa, eshikni chekib, bolaning ruxsatini elib, ondan kirish kerak. Bo'lmasa, bola ranjishi mumkin. Bu dastlabda menga nisbatan g'ayri bir ahvol bo'lsa-mu, biroq o'ylab baqsam, u bolalarning igdorchilik engini yetildirishda nihoyat muhim ekan. Biz bir tarafdan hamma narsaga davlat igdorchilik qiladigan cho'ng muhitda yashagan bo'lsak, yana bir tarafdan o'zimizga tava narsalarni boshqalar bilan o'rtoqlashishni isil axloq deydigan tarbiyada cho'ng bo'lganimiz uchun bizdagi igdorchilik engi nihoyat kechikib shakllangan bo'lsa kerak. Amerikaga kelib uzun o'tmagan vaqt bo'lsa kerak. Bir kuni yaslida bir bola yana bir bola bilan o'yinchoq talishib, o'yinchoqqa erishalmagandan keyin yig'lashga boshlaganini ko'rganimda, men ko'nglimda o'qituvchi o'yinchoqni yig'ilgan bolaga elib berdi deb o'ylagan edim. Ammo ahvol undoq bo'lmadi. Aksicha o'qituvchi faqatla yig'ilgan bolaning yeshini surtib, uni o'z holiga qo'yib berdi. Agar meningchi bo'lsa, o'qituvchi o'yinchoqni egallab olgan bolaga chiroyli gap qilib, uni shu o'yinchoqni yig'ilgan bolaga o'tinib berishga ko'ndirsa bo'ladi. Ammo bu o'qituvchi u bolaning yig'lig'ini uchun o'yinchoqni u bolaga elib bermadi. Real hayotda hech kim yig'ilganga ichi og'rib, o'ziga tava narsani boshqalarga o'tinib bermaydiganligini ko'ryapmiz. Beshimizga shu qadar nohaqchilik kelgan bugungi kundimi o'zimizga tava narsalarni va haq huquqlarni birisi bizga elib bergani yo'q. Inson o'z haq huquqini o'zi qo'g'dish kerak. O'z mulkiga o'zi ega chiqish kerak. O'z haq huquqiga va o'z mulkiga ega chiqolmagan odam qanday qilib o'z ziminiga va o'z vataniga ega chiqa olsin? Talvat garchi eng oxirida o'z hayotini qurbon qilish badaliga o'z ziminiga ega chiqib, uni oxirigacha qo'g'diy olmagan bo'lsa-mu, biroq uning o'z ziminiga ega chiqish ruhi keyingilar tarafidan mangu xotirlanadi.